Assalamu alaykum programımızın aziz görürmenleri. Assalamu alaykum Nava programımız qatnaşqan aziz tomoshabin do'stlar, yaxshimisizlar? Görüyorsunuzlar Şinjan Televizyon Stansiyası Edebiyat Sanat Bölümü bilen Şinjan Uçur İglik Çek Mesuliyet Şirketi, Şinjan Leniyesi Torbekti birlikte hemkarlık başqurib atqan Nava programısı. Agar programımızı rasmiy boshlashdan ilgari biz bugungi programımız alohida tekst bilan qatnaşqan ikki aziz mehmonimizni barliq tomoshabin do'stlarimizga tanishtirib o'tsak qanday deysiz? Bo'ladi. Bizning bugungi tekst aziz mehmonlarimiz Şinjan Sanat instituti Muzika institutining dotsenti Zaynisa Avlat muallim. Qarshilamiz. Yeni bir tekst mehmonimiz uzaq musofalarni besib alohida programımız qatnaşqan yosh naqshchi Erkin Abdulla. Qarshilamiz. Mayli, endi programımızı rasmiy boshlaylik. Bo'ladi. Davr taraqqiyoti shuncha tez bo'lib atgan bugungi kunda hamma soha, hamma kasbda davr bilan teng ilgirlash ruhi jo'sh urib rivojlanmoqda. Shundoq masalan san'atimizni misolga olsaqmi, san'atda nurg'ulg'an taraqqiyotlar, yuksalishlar borliq kelyapti. Masalan, o'zimizning xalq naqshlari asosida mayli muzika jihatdan bo'lsin, mayli aytish uslubi jihatdan bo'lsin, mayli chiroyli qanimizga yiqitib qo'ygan ijodiy naqshlar borliq kelyapti. Bu o'zgarishlarni san'at tepimizdagi davr ro'yiga boy tirishchan yoshlarımızning izdinishi va mehnatidan ayirib qarg'ilib bo'lmaydi. Ular o'z tirishchanligi orqali xalq naqshlarining manbasini qezib va uni beyitib, hammaning olqishiga va yoqtirishiga erishganlar. Endi biz bu so'zlarimizning dalil ustida Nava programmamiz qatnashgan barliq tomoshabin do'stlarimizning diqqatiga xalq naqshlaridan sunamiz seni marhamat. Allah